Assalomu alaykum. Ummon guruhi bilan yana falokat. Sizlar bilan yulduzli hayot obuna va layk kutib qolamiz. Xabaringiz bor, ko'plab halokatlar, 10 yilga tanaffus va Ummon o'z muxlislarini tez fursatda yig'ib olgandi. Afsuski, Ummon guruhida yana falokat yuz berdi. Ummon guruhi yana parchalanib ketishi mumkin. Bunga sabab uning dushmanlari. Ummon avvalgidek to'siqlarga duch kelmoqda. Ularni yana aldashib, yaxshigina pullaridan voz kechishga majbur qilishyapti. 10 yilgi tanaffusdan so'ng ham ularning konsertiga biletlar juda tezlik bilan sotilib ketgan. Shu munosabat bilan ular butun viloyatlar bo'ylab konsert berishni boshlagan. Buxorodagi bo'lib o'tishi kerak bo'lgan konsert afsuski janjallar bilan yakun topdi. Ummon guruhi a'zolari 10 soatlab ro'vidida qolishga majbur bo'lishdi. Bunga sabab tashkilotchilar ular bilan kelishilgan pulni berishmagan. Guruhga bu qattiq ta'sir ko'rsatgan. Muxlislar to'la zaldan konsertni bekor qilishib yuborishdi. Ummon 10 yil avval ham xuddi shunday muammolarga ko'p duch kelganini aytishadi. Hatto stadion to'la o'tkazilgan konsertlarda ham 1 so'm berishmaganini aytishadi. Bu hol yana takrorlanishidan qo'rqishini ma'lum qilishdi. Aziz muxlis, xolis fikringizni kutib qolamiz. Shuncha yo'qotishlardan so'ng o'zini tiklab chiqqan Ummon guruhi to'g'ri ish qilganmi yoki noto'g'rimi? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizni qo'llash uchun obuna bo'lishni, layk bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.